Nima haqida o'ylayotgan ekanlar? Mana 8-marta qatga borish haqida o'ylayotgan bo'lsalar kerak. Qanaqa xotinga sovg'a bermasdan choyxonaga ketib borsam bo'ladi, ha? Mana ChatGPTdan so'ramoqchilar nima podarka qilsam bo'ladi deb. ChatGPT qanaqa xotinlarlar 8-martga sovg'a bermasa bo'ladi yozib bor. Anasi menga sovg'aga ketasizmi bilardim shunaqa yaxshiligingizni. Ha? Senga sovg'aga ketdim. Kimlaringni ashtir ketdim. Bo'ldi hozir. To'xta, mana almashtiraman. Mana seni indinim do'koniga olib keldim. Voy, o'zim ham rosa yaxshi ko'raman bu magazinni. Endigina ham shatdan olganman. Endi ko'p chegirma qilishadi-da. 8-mart munosabati bilan 7, 8, 9, 10 mart kunlari Indinimdagi ayollar kiyimlariga 20% chegirma qilishyapti. Ushbu chegirma Indinimda barcha filiallarda amal qiladi. Mana masalan kartani berib, qarama, berib, kartani berib ketaman. Mazza qilib olaverasan. Xo'p, bo'pti. Aha. Mana lift kartasini berib ketibdilar.